Dugonam bilan nochovka qildik. Chips, shirinliklar, popkorn va qo'rqinchli film. Hammasi judayam yaxshi o'tdi. 2 ga yaqin charchab uyqumiz keldi. Ota-onam uyda yo'qligi uchun ota-onamni kravatida yotdik. U bir yo tarafda, men esa bir yo tarafda. Soat 3 ga yaqin ko'zim ketib qoldi va o'rtamizga kimdir yotganini sezdim. O'rtog'im men tarafga qarab olgandir deb e'tibor bermadim, lekin shu paytda o'rtog'im "Sen ham buni sezyapsanmi?" deb so'radi. Men indamadim va ozgina vaqtdan keyin uxlab qoldim. Ertasi kuni qarasam, xonada mendan boshqa hech kim yo'q. O'rtog'imni chaqirsam indamadi. G'alati bo'ldim. Oshxonaga chiqsam, devorga qon bilan "Endi sen bilan men yotaman" degan yozuv turgan ekan. O'shandan beri o'rtog'imni ko'rmay